hijrat qilib kelishgandan keyin. Bu yerda o'sha Qubo masjidi hududida bir kecha yotishib turib, erta bilan turib Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'zlari qo'llariga bir yog'ochni olib, bunday atrofini chizib o'zlari birinchi toshni olib qo'ygan masjid Qubo masjidi. Qiblasini Alloh taoloning buyrug'i bilan Jabroil alayhisalom ko'rsatib bergan. Qiblasi eng to'g'ri masjid Qubo masjidi deyiladi. O'sha Qubo masjidining yo'lida Masjidi Qiblatayn, ya'ni ikki qiblali masjid ham bor. O'sha ikki qiblali masjid avvallari payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom va payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomgacha bo'lgan payg'ambarlarning hammalari Quddusdagi Al-Aqso masjidiga qarab namoz o'qidi. Hattoki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom namoz o'qisalar, Ka'badalik davrlarida Ka'bani o'rtaga qo'yib, orqa tomonda o'qirdiki, Quddus orqa tomonda bo'ladi. Ya'ni Ka'bani orqasida bo'ladi. Qalblari